Assalomu alaykum hurmatli stomatologlar, Usmonov Dental Store obunachilari, hammaga salom. Hozirgi videoda sizlar oldimdagi turgan Rosen Health 6210 N1 modeldagi stomatologiya kreslani to'liq obzorini ko'rishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so Bu kreslamizni birinchi e'tiborga tortadigan narsasi bu lampasi hisoblanadi. Bu lampamiz ikki xil yo'l bilan yonadi, ya'ni bitta sensorni ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchisi ikkita ruchkasida mana bunaqa o'chirib yoqadigan joylari bo'ladi va shu ruchkasini o'zidan buni regulirovka qilsangiz bo'ladi. Lampasini kuchaytirib, kamaytirsangiz bo'ladi. Knopkasini bosib tursanglar, mana eng maksimal yorug'ligi chiqqanda o'z ovoz chiqazadi va yana bosib tursanglar orqaga mana sekin qaytishni boshlaydi. Mana maksimalni tushgandan keyin o'zi ovoz chiqazadi. Bundan tashqari mana bu sensorga ham qo'llarni qo'yib turadigan bo'lsanglar, yarkistini o'sha orqali boshqarsanglar ham bo'ladi. Dizaynlari ajoyib. Mana bu yerda o'zini Rosen firmasini logolarini tushirilgan, neobычный qilib ishlangan. Endi mana bu yerda komplektatsiyasi keladigan bo'lsak, umumiy panel upravleniya juda ham oddiy va sodda qilib ishlangan. Sababi bu kreslamiz o'zi budjetli kreslo hisoblanadi. Bu yerga ko'rsanglar bo'ladi. Pilivashga tushadigan suv va stakanga tushadigan suv va stakanni ilitish uchun mo'ljallangan mexanizmi. Mana bu yerda tepa pastga tushirib chiqiladi. Mana bu yerdagi knopkani bosadigan bo'lsak, sizlarni bemorlik ketadigan bo'lsa, ketayotgani shunda bossanglar, eng pastga tushib, mana bu beldagi spinkasi maksimal tepaga ko'tariladi. Mana bunisi bo'ladigan bo'lsa, sal yaqinroq kelsangiz, mana bunisini bunday bosiladigan bo'lsa, bitta bosiladi. Bosilgandan keyin maksimal oxiriga yotadi va keyin plivashkada suv avtomatik tushadi. Endi buni komplektatsiyasiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, bitta pistolet vodovozdux bo'ladi. Bundan tashqari ikkita turbinli nakонечник bo'ladi va bundan tashqari mikromotor, bir xil pnevmatika deydi. Mana shunisi bo'ladi va bunga o'rnatiladigan pramoyi hamda uglovoyi bo'ladi. Mana bu yerda endi uglovoyi. Mana shu ham komplektatsiya, mana shuni ichida chiqadi. Uglovoyini ko'rsangiz bo'ladi. Mana shu yerda bo'ladi. Endi eng asosiysi tishni toshini terish uchun mo'ljallangan woodpecker skeleri bo'ladi. Bu ledli hisoblanadi. Hozir mana buni ishlatib ko'rsatib beraman. Mana ledini ko'rsanglar bo'ladi. Bu ishlayotgan jarayonda anchagina asqotadi. Bundan tashqari mana shuni, mana skeler ishlatayotganingizda mabodo buni sterilizatsiya qilmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, mana bitta uzib turib, bemalol sterilizatsiya qilsanglar bo'ladi. Mana shu narsaga mo'ljallangan o'zi. O'zi bilsanglar, ledsizda bunaqa funksiyalari, bunaqa ajratish mumkin bo'lmaydi, iloji bo'lmaydi. Bo'ladi. Woodpecker brendi firmaniki. Bu ham komplektatsiyasida bo'ladi. Endi bu yerga keladigan bo'lsa, negatoskop, hamma kresloda bo'ladigan negatoskop nisbatan oddiyroq, budjetli, standartiy negatoskop hisoblanadi. Mana bu yerda to'g'risida ko'rib tursanglar bo'ladi. Bu yerda nakонечникning bosimini, оборотini mana shu yerdan boshqarib ko'rib tursanglar bo'ladi. Boshqariladigan joyi mana bu yon tarafda bo'ladi. Mana shu yerdan skeler, nakонечникlarni оборотini baland-past qilsanglar bo'ladi bemalol. Bundan tashqari endi bu yerga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda baklashkasi joylashgan bo'ladi. Bu yerda o'zingizga kerakli suvlarni alishtirib quyib tursanglar bo'ladi. Endi mana bu komplektatsiya stakancha va salfetsa turibdi, lekin bu alohida hisoblanadi. O'zini komplektiga kirmaydi, zavodskoy buni ichidan chiqmaydi. Bu alohida sotuvga qo'yilgan komplekt. Plivashkasi keladigan bo'lsak, plivashkasi shisha emas, bilsanglar, shisha ko'p holatda tez sinib qoladi. O'shaning uchun bu sopol qilib ishlangan va
standartviy chiroyli desak ham bo'ladi. Standart kreslo hammasida shunaqa bo'ladi. Bu sopoldan ishlangan. Mana burilishini ko'rsanglar bo'ladi. 360 gradusga buriladi. Agar mana bu turib bo'lmagan edi, 360 gradusga bemalol buriladi. Bu ham o'ziga yarasha qulaylik hisoblanadi o'zi aslida. Keyingisi. Mana bu yerga keladigan bo'lsak, assistent patnasiga keladigan bo'lsak, pilisosi, sulnasosi, pistoleti va hamda Xitoyda ishlab chiqarilgan, bu brend emas, oddiy Xitoyda ishlab chiqarilgan svetavoy lampasi bo'ladi. Mana shu yerda upravleniydan bu yerga bir 70% upravleniyasini shu yerda o'zidan ham boshqarsangiz bo'ladi. Keyingi narsa, ko'pchiligi qiziq bo'lishi mumkin. Buni pedali qanaqa o'zadi? Pedaliga keladigan bo'lsak, qo'lim yonimi. Demak, bu universal pedal hisoblanadi. Mana bunisi joystick orqali kreslamizni tepa pastga, baland past, spinkasini orqa oldinga bemalol qilsangiz bo'ladi va bitta knopka orqali pilivashkaga suv, ikkinchi knopka orqali stakanga suv bersangiz bo'ladi. Bittasi endi hamma biladi, suv va havo. Mana bunisini ko'pchilik bilmaydi. Mana shunisini ko'pchilik bilmaydi. Aslida bitta narsani aytaman. Mana shuni bosib ishlatadigan bo'lsangiz, hozir agar ishlab turibsizlar, sizlar ishlab turgan holatingizda, misol uchun sizlar pistoletni olib havo jo'natishingiz kerak. Uning uchun qo'zg'alib, joylar o'zingizlarni qulay pozitsiyalarga yo'qotib qo'yishingiz mumkin. O'shanda mana shu tochkani shunda bosilsa, faqatgina havo beradi. Bu umuman aylanmaydi. Faqatgina havo beradi. O'zingizlarni qulay pozitsiyalarni ushlab qolasizlar o'shanda. Mana shu narsani ko'pchilik bilmaydi. Bu ham qanaqadir fishka hisoblanadi. Endi kreslani o'ziga keladigan bo'lsak, ko'pchiligi qiziq bo'lishi mumkin hozir. Eng balandni qo'ying. Ko'pchiligi qiziq bo'lgan joyi, jihati mana shu yerda bo'lishi mumkin. Sizlarga ochuvchasiga mana ko'rsatiladi. Qaranglar o'rtoqlar. Mana bu yerdagi kresllarning migalari joylashgan. Например, mana shu ko'rib turganlik platasi, mana bu metal orqasida dumaloq obmotka degan narsa bor. Hamma tok o'sha yoqqa kelgan holatda keyin shu yerdan tarqaydi. Endi mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, mana bular ham qolib ketibdi. Bu suv va havo filtrlar uchun mo'ljallangan. Mana bunisiga keladigan bo'lsak, ana shu uzuncha oq narsa buni motori hisoblanadi. Xuddi shu motordan hamma kresloda standart ikkita bo'ladi. Bunda ham bitta, spinka uchun bittasi, o'zi umumiy kresloni tepa pastga tushirib chiqarish uchun. Buni motori, xudo xolasa, sifatli motorlardan bittasi hisoblanadi. 130-150 kilolik bemorlarni bemalol tushirib chiqazib, o'zingizga qulay pozitsiyada foydalansangiz bo'ladi. Sifatlari anchagina yaxshi chiqqan, xudo xolasa. Kreslani materialiga keladigan bo'lsak, ishlatilgan material eko koja hisoblanadi. Hozirgi vaqtda bir 10 xilga yaqin turdagi har xil ranglari mavjud. Endi mana bu rukavnikiga keladigan bo'lsak, qo'l qo'yadigan joyi bu ko'rib turganingizdek xuddi shunaqa holatda pastgacha tushadi. Bu taraf bo'ladigan bo'lsa, bu tarafga tushmaydi, qotirilgan bo'ladi. Endi kreslani umumiy oxirgacha yotgani va pastga tushganini va eng tepaga chiqqanini hozir sizlar bilan birga ko'rib olamiz. Ko'rib turganingizda
maksimalni yotgani xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Endi bu sizlarga qulaylikmi, kerakmi, o'zi kerak emasmi bilmadim. No, endi bilishinglar uchun maksimalni yotganda, spinkaning orqaga oxirgacha bo'lganda xuddi shunaqa holat bo'ladi. Mana endi buni maksimalni ko'taramiz. Mana shu kreslamizni maksimalni ko'tarilgan holati hisoblanadi o'rtoqlar. Endi komplektatsiyasidan yana bittasi buni stuli hisoblanadi. Stulga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda standartli hamma stulga o'xshagan stul, lekin alohida e'tibor bergan jihatimiz mana bu metal oyoqlari hamma stulida ham metal bo'lmasligi mumkin. Mana shu ham stulni baquvvatligini ta'minlab beradigan narsa. Metal oyog'i va sifatli balonlar. Bundan tashqari bu yerdagi nasosi, kichkina motorchasi xudo xolasa sizlarga ancha yil xizmat qilib beradi, chunki sifatli narsalar qo'yilgan. Endi stul oddiy bitta dona chiqadi. Keyingi narsasi, eng muhim komplektatsiyasidan hisoblangan kompressor 32 litrli bo'ladi. Oldingi kompressorlarga nisbatan anchagina beshumli ishlaydi. Hozir mana shuni sizlar bilan bitta ishlatib ko'ramiz. Mana buni ko'tarsa anchagina tovushlari pasaygan. Buni sizlar klinikalarda xonanglarni o'ziga qo'yib qo'yib turib, buni ishlaydigan bo'lsa, bemalol bemorlar bilan gaplashsangiz bo'ladi. Umuman bir-birlarga xudo xolos umuman xalaqit qilmaydi. Do'konimiz turibdi, shundoq kelib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Endi kreslamizning orqasida bo'ladigan bo'lsa, hamma kreslada kabi buni informatsiyasi, ma'lumoti bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, bunday ma'lumotlar qachon ishlab chiqarilgani, qaysi shaharda ishlab chiqarilgani va qaysi firma tomonidan ishlab chiqarilgani ko'rsatilgan. Uni tepasida bo'ladigan bo'lsa, qizil richek, uni o'zingizlar tortadigan bo'lsangiz yoki kirgizadigan bo'lsangiz, umumiy kresladagi holatni umumiy o'chiradi va umumiy yoqadi. Kompressorlarni ham uzadi, toklarini ham o'sha orqali bemalol uzib ketayotganda o'shani bosib qo'ysangiz bo'ladi. Ushbu kreslamizga obzorimiz tugadi. Men maksimalni harakat qildim sizlarga onlayn tarzda yaxshi, zo'r tushunishingiz uchun maksimal harakat qildim. Kamchiliklar rozi bo'lasizlar. Endi yana sizlar nima xohlaysizlar? Yana qanaqa apparaturalar obzor qilishni, qanaqa life hacklar qilishni xohlardinglar? Biz o'sha narsani videoga olib sizlarga taqdim qilamiz. YouTube kanalimiz yaqinda ochildi. O'shani hisobiga obuna bo'lib qo'ying. U kommentni o'zingiz fikringizni qoldiring, like bosing. Qancha ko'p like bossangiz, qancha ko'p komment yozadigan bo'lsangiz, YouTube formati shunaqaki algoritmi boshqa stomatologlarga ham o'shanda chiqazadi. Bunaqa foydali narsalar O'zbekiston birinchi marta bo'lgani uchun shu narsalarni albatta qilishingiz kerak o'rtoqlar.